Infinix GT30 va Infinix GT30 Pro PUBG'da necha FPS beradi? Realniy FPS'larni hozir sizlar bilan birga test qilib ko'ramiz. Bir qarashda ikkalasi ham bir xil telefon. Hozir o'zim ham qaysi qo'limdagi GT30, qaysi qo'limdagi GT30 Pro ligini bilmayman, lekin bittasi 90 FPS stabil PUBG Mobile o'yinda ko'taradi. Ikkinchisi 120 FPS stabilni ko'taradi. Hozir ikkalasiga ham PUBG Mobile o'yin skachat qilganman. Hozir o'yinga kirib realniy ko'ramiz. O'sha yerdan qaysi telefon qaysiligini ajratib olamiz. Eng qizig'ini aytaman, tepada sensorning upravleniyasi bor, ya'ni pritselga oladi, o'tadigan knopkalari o'zida. Neobeshni ishlab qo'yilgan. Mana bu yerda podsvetkalar chiroyli yonib o'chadi, telefon o'yin o'ynayotganingizda. Grafikaga kiraman. Bu GT30 ekan, chunki Extreme Plus ochilgan, ya'ni 90 FPS da qo'llab-quvvatlaydi. Endi GT30 Pro ni nasturkasiga kirib ko'rsataman sizlarga. Grafikaga kiramiz. Ultra Extreme ko'ryapsizlar, Extreme Plus 90 degani Ultra Extreme 120 FPS degan. Mana bu 90 ko'ryapsizlarmi? Stabilni 90 FPS da turibdi telefonimiz. Buni qaranglar, GT30 Pro stabilni 118, 116, 117, 119, 120 FPS ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, qanaqa shunchalik planni mazza qilasizlar. Ishlashini ko'ryapsizlarmi, qanaqa planni. Eng qizig'i bu telefonlar narxida. Narxi unchalik qimmat emas, hamyonbop hammani pul yetadigan narxda. Agar kommentariyaga GT so'zini qoldirib ketadigan bo'lsangiz, sizni lichkangizga narxlar yozilgan Telegram kanalimizni tashlab beramiz.